Kelar mana yana bitta savollardan bittasiga javob beray dedim. Karamga qo'yganim. Arilarni qachon kengaytirish kerak, qachon korpus qo'shish kerak degan savolga mana shu holat eng optimal holat deb bilaman men o'zimcha. Mana o'zi yazib tortishni boshlagan yuqoriga qarab. O'zi miskalar tortib qo'yibdi. Rayovoy holat emas u, shunga tayyorgarlik. Miskalar tortilgan. Mana shu holat eng optimal holat deb hisoblayman men o'zimcha. Xo'p, mana pusto korpus. Yo'da sush mashina qilib har xil qilib mana mashina. Sush mashina har xil qilib komponent qo'ydi mana mashina. Sush ham bor, hammasidan bor. O'ntalga. Mana o'rtadan bitta rasplodni, ochiq rasplodli ramka oldim mana. Ochiq yopiq har xil aralash. Tak, buni o'rniga bu yerdan bitta olamizda. Mashina olaylik mayli. Endi korpus ustiga qo'yamiz. Bismillah. Bu ham atvotka edi mana. Atvotka. Shunchalik tez boshlandi. Bo'yicha o'rtasiga qo'yamiz. Buni qo'ymasangiz ham bo'laveradi, lekin qo'ysangiz, mana o'zimning kuzatishlarim bo'yicha tez rivojlanishi, tepaga chiqishi tez. Ari kuchli bo'lsa, qo'ymasangiz ham chiqaveradi. Bu